Assalomu alaykum qadrli kanalimiz kuzatuvchilari, e'tiboringiz markazida UFC MMA olamida ro'y berayotgan eng so'nggi yangiliklar bilan Vodiy MMA kanali. Qadrli do'stlar, hozir dasturimizda har doimgidek UFC MMA boks olamida ro'y berayotgan eng so'nggi yangiliklar to'g'risida batafsil gaplashamiz. Videoni boshlashdan oldin 2 soat vaqtimiz ketgan ushbu rolik uchun 3 soniya vaqtingizni ayamay videoga like bosishni hamda kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Biz esa bugungi dasturimizni boshladik. Prof boksning super yengil vaznda ABF kamari uchun sobiq da'vogar Shohjahon Ergashev keyingi jangi IBF musobaqalaridan birida o'tkazishi mumkin. Ancha yaxshi formaga kirib oldim. Umar Kmereylov boshchiligidagi ABFdan men iyul oyi uchun jang taklif qilishdi. Nima deysizlar? Qabul qilsammikin? Jang Istanbulda bo'ladi deb yozgan Ergashev. 33 yoshli Shohjahon prof faoliyati davomida hozirga qadar 27 ta jang o'tkazib, 25 ta g'alaba va 2 ta mag'lubiyat qayd etgan. Hamyurtimiz so'nggi jangi joriy yilning 15-fevral kuni Farg'onada ugandalik Janjun Paurega qarshi o'tkazib, birinchi raunddayoq nokaut evaziga g'alaba qozonadi. Xabar berganimizdek, Toshkent vaqti bilan 15-iyun kuni AQShning Florida shtati Mayami shahrida joylashgan The Hunger Reggae Xabaur majmuasi DXB 2 musobaqasi o'tkazildi. Unda 29 yoshli o'zbekistonlik Aralash kurash ustasi yengil vazn toifasida UFC sobiq jangchisi Said Yoqub Qahramonov ham ishtirok etadi. Qahramonov turli doirasida amerikalik UFC jangchisi Alex Caceres raqiblik qiladi. Bu har ikki sportchining Dirty Boxingdagi ilk jangi bo'ladi. Ularning bellashuv musobaqaning coming eventi bo'ladi. DXB 2 turnirining markaziy jangi surmanlik taniqli UFC jangchisi Jair Zino Rozenstrike hamda Power Slap ishtirokchisi Devon Schwab o'rtasida kechadi. Tashkilotchilar ushbu turnirning to'liq kardini e'lon qilishdi. Qadrli do'stlar, hozirda dasturimiz xuddi mana shu yerda o'z yakuniga yetdi. Videoni oxirigacha ko'rganlar barchasiga kattakon rahmat. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, o'zingizni ehtiyot qiling. Vodiy MMA kanalida uzoqlashmang. Tez orada ko'rishguncha do'stlar.